Assalomu alaykum barchaga. Yuzingizda dog'laringiz, sepkilalaringiz, to'qarib ketgan dog'lar, quyoshdan tushgan dog', ugridan qolib ketgan dog'laringiz bo'lsa, yuzingizga mos kosmetika turini tanlashingiz mumkin. Vitamin C, Godaldan Sevritka hamda kremimiz qanaqa yuzlarga tushadi? Sepkilalaringiz to'qargan, dog'laringiz bo'lsa, yog'li, aralash, ugridan qolgan dog'larga juda ham yaxshi ishlab beradi. Har doim Sevritkasi bilan birga, toneri bilan birga tavsiya qilamiz. Bu brendning toneri bor, lekin hamma brendlarniki ham bo'lavermaydi toneri. Masalan, Meriketni toneri yo'q. Xo'p, bu mahsulotimiz aralash, yog'li, kombi yuzlarga tushadi Godalniki. Sepkillaringiz bo'lsa ham ochartirib, tiniqlashtirib beradi to'qarib ketgan dog'laringizni. Meriketniki yuzingiz quruq bo'lsa, normal, sezgir, ta'sirchan bo'lsa ham tushaveradi bu. Sevritka hamda krem bilan birga ishlatasiz. Har doim uhudiy kosmetikalarni ishlatishdan oldin toza yuzga ishlatasiz. Ko'pchilikka tavsiya qilyap turganim, yosh qizlar ham ishlatsa bo'ladigan, dog'lari ham bo'lsa, po'ralari ham bo'lsa, bu tushib ketaveradi. Po'ralaringizni toraytirib, to'qarib ketgan dog'laringizni ochartirib berishga yordam beradi. Aralash yog'li teriga tushadi, bu ham normal aralash yog'liga. Tez gapiryapman, videomiz cho'zilib ketmasligi uchun. Keyin Centelladan oqartiruvchi tonerimiz. Bu qanaqa yuzga? Quruq, aralash, normal terilarga tushadi. Sezgir bo'lsa ham, ya'ni teringizga har zamon qizil-qizil donachalar chiqib tursa ham, bu sizga tushaveradi. Teringizni tinchlantirib berishga, o'sha qizil donachalarni, komedonlarni tinchlantirib berishga tarkibida Centellasi bo'ladi. Centellas tinchlantirib beradi, yuzingizni namlantirib beradi hamda o'sha xiralashib, to'qarib ketgan dog'laringizni ochartirib beradi. Hozirda rosa ham mashhur bo'layap turgan tanadagi qorayishlarga ham ishlatsa bo'ladigan vitamin C Boster kremdan qo'ltiq qorayishlarga ham ishlatsa bo'ladi buni. Bo'yindagi qorayish, tirsak, qo'l, boshqa tana a'zolarini qorayishlariga ham ishlatsa bo'ladi buni albatta. Ko'z osti qorayishlarga. Yuz turingiz qanaqa bo'lsa, shunga moslab uhudiy kosmetikalar yig'ib beramiz. Telegram gruppamizda, videomiz tagida hamda kommentlarga o'tsangiz shu yerda qoldiraman. Ko'pchilik yuzimdagi dog'larim qolib ketadi, oqarmaydi deb o'ylaydi. Albatta ularni uhudiy kosmetikalar yordamida ochartirishimiz mumkin dog'larni. Ya'ni dog'ingiz yaqinda tushgan bo'lsa, tez oqartirishga yordam beradi-da. Hali uhudiy kosmetika ishlatmasdan yillar davomida yurursangiz, u baribir ocharmaydi yuzingizdagi dog'lar. Shu uchun vaqtida uhudiy kosmetikalardan foydalanib, dog'laringizni ochartirganingiz ma'qul. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun tez gapirdim. Narxlarni Telegram gruppamizda qoldiraman, shu yerga kiring.